Assalomu alaykum baliq ovi ishqibozlar. Sizlarga mana bitta narsani yana ko'rsatib ketaman. Ko'pincha kelasizlar mana shpuylaylarda yo oldi tomoniga, orqa tomoniga pletyonka yo leskelar ko'p o'raladigan bo'lib qoladi. Da uni ustiga olib kelib yurasiz. Buni o'zingizlar uy sharoitida ham remont qilsanglar, to'g'rilasanglar bo'ladi. Mana qaranglar, buni ochib shpuylasini chiqazib olasizlar. Mana bu yerda anaqa shestik anaqa tishli shayba bo'ladi. Mana bu yoqda plasmas tekstoletoviy, plasmasoviy yana shayba bo'ladi, ushab turadigan. Tak, buni ochganinglardan keyin men ko'rsatib beraman. Ochganinglardan keyin mana bu yoqdagi gaykasi bor, anaqa latunoviy bo'ladi ko'pincha. Buni qotirasizlar. Bu ishlab yurgan hisobidan luft bo'lib liqillab qolgan bo'ladi. Qotirasizlar. Keyin mana bu yerda bular teshik tashab ketishganda, lekin bu yerga yechilib ketmasligi uchun kontra ushab turadigan anaqa bu yerda shurub bo'lish kerak. Buni qo'yishmagan, bilmayman nega. Atak o'zi bo'lish kerak. Hamma katushkalar, qimmat katushkalarda bo'ladi bunaqa joyda. Ushab turadi, mana yechilib ketmasligi uchun. Buni bilasizlar ko'pchiliklar. Keyin mana ham shaybani ko'ryapsizlar. Endi buni qotirib joyiga keltirib olganinglardan keyin mana bu shaybasi bor, mana bu yechiladi, olinadi. Buni olasizlar. Bu yoqdan shayba qo'yasizlar, ichidan yana shayba qo'yasizlar, qo'shimcha. Mana buni olib turib, bu yoqdan qo'shimcha yana temirmi, nima ham omalik nimadan katta bo'lish kerak emas. Mana tishiniga deganda bu nimaga tegib nima beradigan, ovoz beradigan nimasida. Bu yoqqa nima qo'ymaysizlar. Bundan kichkinaroq bo'lsin. Da regulirovka qilasizlar. Shunda leskani o'rab ko'rsanglar, ko'rinadi o'zi. Buni qo'shimcha shayba qo'yasizlar. Agar oldi tomoniga ko'proq o'rayotgan bo'lsa, bu tomonga o'ralayotgan bo'lsa, shayba qo'yasizlar обязательно. Bittami, ikkitami agar shaybalar bo'lmasa, baklashgani yoki shunga o'xshagan jo'skiyroq plasmassalardan o'zingizlar ham yasab qo'ysanglar bo'ladi. Bitta qo'yasizlar, ikkita qo'yasizlar, da o'rab ko'rasizlar. Agar normalniy holatga kelsa bo'ldi, shu anaqasini qo'yib qotirib qo'yaverasizlar. Agar bu tomonga o'rayotgan bo'lsa, значит, mana bu yerdan kamaytirish kerak shaybani. Bir xillarda ikkitalab ham qo'yib olishgan bo'ladi, uchtalab. Bu yoqdan shaybani kamaytirsangiz, bu beriroqqa keladi. E'tiboringiz uchun rahmat.